Mening ismim Komila. Mening sahifamda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Siz bilan bugun kechki parvarishni bajaramiz. Yuzimda qalam bor, pomada bor. Yuzni ulardan tozalaymiz va yuzimizni uyquga tayyorlaymiz. Menda mana bunaqa suvli yog'li emulsiya. Suvli yog'li emulsiya makiyajni yaxshi ketkazadi. Va bunda yana gidrofil yog' bilan ham foydalanishingiz mumkin. Gidrofil yog' va yog'li emulsiyalardan keyin esa albatta yuzingizni ko'pik, ya'ni penka yoki gel bilan yuzingizni tozalashingiz kerak bo'ladi. Chunki teringizni ustidagi yog' qatlamini yo'qotish kerak. Boshladik unda. Suvga chidamli makiyaj, masalan, tush sursangiz yoki qalam sursangiz, ular faqat gidrofil yog' yoki mana bunaqa yog'li emulsiyalar yordamida ketadi. Mitsillar suvi ularni ketkazmaydi. Mana endi yuzimizni yuvamiz. Makiyajdan tozaladik. Navbat gelga. Chunki yog'ni yuzimizdan yuvib tashlashimiz kerak. Gel ishlatsangiz boshida ko'pirtirasiz. Mana keyin yuzingizni gel bilan tozalaysiz. Bo'yinni ham unutmaymiz. Mana xohlasangiz gel bilan yoki penka bilan yuvib turganingizda massaj harakatlarini ham bajarishingiz mumkin. Yuzimiz tozalandi. Quritamiz. Yuzingizni quritganingizda mana bunaqa qilib artmang. Faqat mana shu harakatlar bilan yuzingizni quriting. Yuzimiz tozalandi. Men asosan kechasiga yuzga hech nima surmaslikni maslahat beraman. Chunki teri dam olishi kerak. Krem, hamma narsadan va kechasiga uyqu paytingizda teringizdan sebum degan modda ajraladi. U esa teringizni qayta tiklanishida va himoya vazifasini bajaradi. O'shaning uchun kechasiga terimizga hech nima surmaymiz qizlar. Faqat tonik bo'lsa, tonik bilan artasiz yoki mana bunaqa gidrolat sprey bo'lsa gidrolat spreyni sepasiz. Endi ozgina yuz uchun mashqlar bajaramiz. Massaj emas. Chunki massajlar krem va yog' yordamida amalga oshiriladi. Mashqlar uchun esa yog', krem shart emas. Boshladik. O deb ochamiz og'zimizni. O. Bu burun lab ajinlarini oldini oladi va chaynash muskullarini spazmini ham bartaraf qiladi. O. Endi O deb ochib
kulishga harakat qiling. Endi ikkinchi engakka qarshi mashqimiz bu tilimizni chiqaramiz. Tilimizni chiqarganimizda e'tibor bering, mashqingiz rosa tortiladi. Demak, bu yerni, mana shu jag' osti mushagingizni tonusga keltiramiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi qovoq osilishiga qarshi mashq. Qoshlarimizni tiklaymiz. Mana bu ikki qosh orasini esa fiksatsiya qilamiz. Endi quloqlarimizni tortamiz. Mana va bo'yin uchun mashqlar bajarib kechki parvarishimizni mening sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.